Men o'zim namoz o'qimayapman. Boshlayman desam, любой payt boshlab olaman. Deyapsizmi? Kechirib qo'yasiz. Palonchi mana shunday mahallasiga asfalt solib beribdi, ko'prik qurib beribdi, yetimlarda bir tomlarni yangilab beribdi, imoratini, transformator qo'yib beribdi deb bir boyni qilgan fazilatli ishini gapirsa, bu yerda turgan boy aytadi, "Ha, hech qancha pul ketmaydi bunga" deydi. Ha, nimaga qila olmayapsiz hech qancha pul ketmasa? Demak, Alloh sizga qildirmadi shu ishni. Sizga shu ishni qilishlikka nima bermadi? Tavfiq bermadi, unga berdi. Men xohlasam bunday qilib qo'yaman. Qila olmaysan. Demak, birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz qanday bir savobli, xayrli amalni qilishga muvaffaq qilgan bo'lmaylik, buni Alloh menga qildirdi deysiz. Allohning fazlini, marhamatini, tavfiqini e'tirof qilasiz. Men o'zim namoz